Dadangiz bormi? Dadam kasal qiz kerakmas deb meni tashlab ketganlar. Qanday kasallik bor sizda? Jigar sirroziman. Shu yoshingizgacha necha marta operatsiya bo'ldingiz? 9 marta, yana 2 ta qoldi. Hozir qayerda yashaysiz? Uyimiz yo'q, общежитiyada ijarada turamiz. Eng katta orzungiz nima? Sog'ayib ketib uyimiz bo'lishini xohlardim. Sizni ko'rib turgan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Jigar operatsiyam bilan bir xonali uy olib berishlarini xohlardim. Sizga yordam berganlarga Allohdan nimani so'ragan bo'lardingiz? Menga yordam berganlargami? Jannatdan qasr berishini xohlardim Allohdan. Payg'ambarimiz bilan yonma-yon o'tirib, Alloh ularga jamolini ko'rsatishni xohlardim. Oldinga qo'yilgan videoyimizga 110 million so'm mablag' yig'ildi. Ya'ni ichagidan, peshobidan, orqa tomonidan operatsiya qildirdik. Albatta sizlar sababchi bo'ldilaring, haqqalaringga rosa ham duo qilishyapti kecha kunduz. Endi eng asosiy jigar sirrozi qoldi. Shu operatsiyaga va bir xonali uyga Ramazon oyida yordam qiling. Iltimos shu videoga bir dona like bosib, repost qilib, istoriya qilib, maksimal darajada do'stlaringizga tarqating. Albatta siz ham ehson qiluvchilar qatoriga kirasiz inshaalloh.